Hozir 90% erkakni taroziga solib turib bitta elakdan o'tkazsa, xotin kishini mendan beruxsat ko'chaga chiqasan degani haqqi yo'q bittasining. Nimaga? Nimaga desa, fiqh kitobi o'qigan odamlar kitobi nikohni qarab olsin. Bu muxtasarda aytganki, qabla akhdil muajjal. Erkak kishi xotiniga mahrda naqd sana bermaguncha hukmronligi sobit bo'lmaydi degan. Tushundingizmi? Yur, men bilan safarga borib kelasan, Rossiyaga yordam berasan desa, boring ishingizni qiling, men siz bilan bormayman deyishga haqqi bor. Naqd mahrda qo'liga olmasdan turib, eridan beruxsat chiqib ketishga ham haqqi bor degan. Zarurat bo'lib qolsa, gunohkor bo'lmaydi. Buni xotinlar eshitib qolmasin. Nimaga desa, siz hali to'lab qo'yganingiz yo'q-da, Rasululloh Alloh to'ladigan mahrni to'laganingiz yo'q. Hukmronligingiz, gapingiz ketmaydi.